Erishning podshohligi safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. U chakorlarni chaqirib, boyligini ularga topshiribdi. U odam har bir chakorning ovqat qilish qobiliyatiga qarab, biriga 5000, biriga 2000, biriga 1000 kumush tanga berib yo'lga chiqibdi. 5000 tanga olgan chakor darhol berib ovqat qilib, yani 5000 tanga foyda olibdi. 2000 tanga olganimi, yani 2000 tanga foyda olibdi. 1000 tanga olgani bo'lsa, berib yani qo'lab, xo'jayini uningga topshirgan pulni ko'mib, saqlab qo'yibdi. Uzun vaqt o'tgandan keyin bu chakorlarning xo'jayini qaytib kelib, ular bilan hisoblashishga boshlabdi. 5000 tanga olgan chakor, yani 5000 tanga qo'shib elib kelib, xo'jayin, siz menga 5000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yani 5000 tanga foyda oldim, debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyatda yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakor ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. 2000 tanga olgan chakormi kelib, "Xo'jayin, siz menga 2000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yana 2000 tanga foyda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyatda yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakor ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. Ondan 1000 tanga olgan chakor kelib, "Xo'jayin, sizning qattiq odam ekanligingizni bilatdim. Chunki o'zingiz termisingizmi, buning g'uslini kutasiz. Ruxsamsingizmi, qaman olasiz. Shunga qo'rqib, siz bergan tangini yerga ko'mib, saqlab qo'ygan edim. Mana pulingiz", debdi. Xo'jayin uningga, "Ey, yomon va xo'rin chakor, sen meni termigan yerdan o'rib oldigan, ruxsamagan yerdan xamin oldigan odam deb turib, nemishqa pulimni jazoni xo'rlarga omonat qo'ymading? Shunda qilsam, men qaytib kelganda pulimni o'smi bilan olmamdim. Xo'p, uning qo'lidagi 1000 tangini elib, 10 000 tanga bor chakorga beringlar. Chunki berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p berildi-da, uning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketildi. Bu yaramsiz chakorni sirtqa, qorong'ulikqa qo'g'lib yetinglar. U yerda hasratda yig'lab, ishlarini uchurlatsin", debdi. İnson o'g'li o'z shon sharifi ichida butun farishtalar bilan birga kelganida podsho bo'lib sharaf taxtida o'ltirdi. Butkul xalqlar uning oldida to'plandi. U ularni qo'ylarning o'ng yeniga, o'chkilarni so'l yeniga ayirgan qo'ychidek ayrıydı. U o'ng yenidagi kishilarga, "Ey otam tarafidan baxtli qilinganlar, kelinglar. Dünya opirida bo'lgandan beri sizlar uchun tayyorlangan miros, Xudoning podshohligiga ega bo'linglar. Chunki bosh qog'inimda sizlar menga yemaklik berdinglar. Ussiz qog'inimda usulliq berdinglar. Musafir bo'lib yurganimda o'z qo'yninglarga oldinglar. Yalang'och qog'inimda kiyindidinglar. Kesal bo'lib qog'inimda kelib holimdan xabar oldinglar. Zindonda yotganimda yo'qlab turdinglar", deydi. U chog'da haqqoniy odamlar uningga, "Ey Rabbim, biz sizni qachon och ko'rib to'ydirdik yoki ussiz ko'rib suv berdik? Sizni qachon musofir ko'rib qo'ynimizga oldik
yoki yalang'och ko'rib kiyindirdik. Sizni qachon kasal yoki zindonni ko'rib yo'qlab turdik deb so'raydi. Biroq podsho ularga bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshimdan bo'lgan bularning birarsiga qilganinglar dal menga qilganinglar bo'lib hisoblandi deb javob berdi. Ondan so'l yindiklarga: "Ey la'natli,